Birinchi sinfdan 11-sinfgacha o'qigan qadrdon do'stlaringiz kelib qoldi. Qani do'stlar, o'zimizni yotish, it yotish, mirza turish deganda qani yotamiz gilamga. Mana shunday qilib yotadigan bo'lsak, bo'ydoqlikda sovuq o'tib ketyapti. Qani akalar turinglar. Mana shu bo'ydoq do'stim 1-sinfda ham yolardi, 11-sinfda ham yolyapti. Qani yotinglar. Do'stlar bir yotsin, maza qilsin, orom olsin. Qaranglar, baland kachalarimiz, olam kachalarimiz bo'ladi. Basselarga, dachalarni oldiga qo'yib qo'ysangiz zo'ridan bo'lar ekan. Vodiy Toshkent Samarqandgacha dastavkasi ichida 2 million 300 ming so'm. Xohlagan rangini oling. Mana bu polvon do'stimni ko'ryapsizlarmi? Yoshligida ham 50 kilogacha tosh ko'tarardi, hozir 100 kilo tosh ko'taryapti. Qaranglar, o'zi bilan 300 kilo, 250 kilogacha ko'taradigan kachalarimiz 300 kiloni ko'taryapti. Narxi 1 million 800 ming so'm, dastavka Samarqandgacha ichida. Mana bu yakkaliklarimiz nima deyapti? 1,5 million so'mga Samarqandgacha dastavkasi ichida. Mana bunisiga keladigan bo'lsak, 1 million 600 ming so'mga Vodiy Toshkent Samarqandgacha dastavkasi ichida. Shunaqangi do'stlarga jo'natib qo'yinglar, endi yerda yotishlari davri o'tdi. Manzil Farg'onani Uchko'prigidan.